1,5 yoshli farzandim. Shu Bismillah chaqirgan rejissyorimiz kollektiv zo'r. Ishga 5. Bitta oila bo'lib qoldik. Lekin bu degani to'xtab qoldik degani emas. Albatta davom ettiramiz. Bizani kuzatinglar. Men bu jamoani juda ham yaxshi ko'raman, hamma qatori. Haqiqatan ham menimcha o'sha xalqimizga ham ko'ngliga kirib borgan jamoa-da bu. O'sha kadr orqasida bizning operatorlarimiz, rejissyorlarimiz ishlashadi. Ular ham juda ham yaxshi jamoa. Fayzli jamoa. O'shaning uchun ham men fayzli bo'lganim uchun ham necha yillardan beri hali ham o'z mavqeini yo'qotmadi. Kichkina bolachalardan so'rasangiz ham, katta yoshli amakilardan so'rasangiz ham bilishadi. Ya'ni o'sha Qodirxonni bilishadi, Qodirxonni siz bilishadi. Men bu jamoa bilan ishlaganimdan xursandman. Ustozim bilan kelganman bu jamoaga va ularga ham rahmat aytmoqchiman. Aynan shu jamoa bilan tanishtirganlari uchun. Xudo xolasa, ahilligimiz yo'qolmaydi. Ovozim tutib. Rahmat. Ko'rishguncha. Sizlarni yaxshi ko'ramiz har doim. Bizlarni ham yaxshi ko'rganingiz uchun rahmat. Rahmat.